İşingiz baroradan kelishini xohlaysizmi? Albatta, reja asosida ish yuriting. Har qanday reja asosida yuritilgan ish ko'ngildagidek yakun topadi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Hamza Xolov va bugungi video rolik davomida sizlar bilan Tianxi kompaniyasining marketing ish rejasi bilan tanishtirishga harakat qilaman. Marhamat tomosha qiling va o'zlaringizni fikr va mulohazalaringizni video rolik ostida qoldiring. Kompaniya tanlashda asosiy mezonlardan biri bu biznes ish reja va uning imkoniyatlaridir. Hozir men sizni Tianxi kompaniyasining marketing ish rejasi va uning afzalliklari bilan tanishtiraman. Kompaniyamizning marketing ish rejasi innovatsion, qulay, yaxshi daromad keltiradigan biznes plan hisoblanadi. Bu ikki qismdan iborat marketing plan bo'lib, bu qismlar A va B qismlaridir. Marketing ish rejada 7 xil daromad turi bo'lib, ularning 3tasi A rejaga va 3tasi B rejaga taalluqli. Va 7-daromad manbai umumiy ish hajmini hisobga olgan holda o'tkaziladi. A rejasi biznes uchun boshlang'ich nuqtadir. U har qanday boshlang'ich distribyutorga faoliyatining boshidayoq yaxshi mukofotlar olishi uchun qulay va tezkor daromadlarni taklif etadi. B rejasida umumiy ballar yig'ilib, statuslarning pog'onali o'sishi va uzoq muddatli qoldiqli passiv daromad hosil qilish ko'zda tutiladi. Xo'sh, ushbu mukofotlarni olish uchun nimalar qilish kerak? Buning uchun faqatgina 4 ta qadamni bajarish kerak. Birinchisi, mahsulotlardan foydalanish. Ikkinchisi, uni odamlarga taklif qilish. Uchinchisi, jarayonni o'rganish va hamkorlarga o'rgatish. To'rtinchisi, operativ boshqaruv. Faoliyat kompaniya bilan shartnoma tuzishdan boshlanadi. O'zbekistonda shartnoma qiymati bepul. Masalan, siz mahsulotlarning iste'molchisi bo'lishga qaror qildingiz, ya'ni birinchi qadamni bajardingiz. A rejasi bizga tanish diskont kartalar tizimiga muvofiq ishlaydi. Bundan tashqari ushbu kartalar nafaqatgina chegirma, balki daromad olish imkoniyatini ham beradi. 100 ball miqdorida mahsulot sotib olib, siz bronza karta imtiyozlariga ega bo'lasiz. Kumush karta 200 BV, oltin karta 400 BV va platina karta 800 BV. Platina kartaga yana o'z hisobingizga ballarni yig'ib borish hisobidan ega bo'lish imkoniyati ham bor. Bu sizning shaxsan mahsulotlarni 400 BV miqdorida sotib olganingizda va sizning to'g'ridan-to'g'ri distribyutorlaringizdan 2 nafari 400 BV miqdorida mahsulotlarni sotib olishi misolida ko'rishimiz mumkin. Kartalar mahsulotlarga chegirmalar beradi. Bronza karta uchun chegirma yo'q. Kumush kartada 5%, oltin kartada 8%, platina kartada chegirma 15% tashkil etadi. Endi men sizning e'tiboringizni muhim bir narsaga qaratmoqchiman. Ko'rib turibmizki, eng daromadbop start bu platina karta. Chunki u chegirmalar va mukofotlarning eng yuqori foizini beradi. Platina kartani yopish uchun ikkita variantni taqqoslaylik. Siz shaxsan 800 BV miqdorida mahsulot sotib olasiz, sizda platina karta. Bunga qo'shimcha ravishda B rejasiga muvofiq ushbu hajm bilan siz 4 yulduzli distribyutor. Ikkinchi variant. Siz 400 BV miqdorida mahsulot sotib olasiz. Siz to'g'ridan-to'g'ri taklif etgan 2 nafar hamkoringiz ham 400 BV miqdorida mahsulotga ega bo'lishadi. Bu yerda siz ikkinchi funksiyani bajargan bo'lasiz, ya'ni odamlarni biznes qilishga taklif etasiz. Siz avtomatik ravishda platina kartaga ega bo'lasiz va darhol 5 yulduzli distribyutorga aylanasiz. Farqi nimada? Hamma gap shundaki, ikkinchi holatda siz jalb qilish va rivojlantirish uchun mukofot olasiz va sizning daromadingiz miqdori 204 hajmdagi pul birligini tashkil etadi. Ushbu prinsip asosida ishlash, ya'ni bir kishi 2 kishini taklif etadi. Siz shu sxema hisobidan qisqa vaqt ichida rivojlantirish uchun juda yaxshi mukofot olishingiz mumkin. Bu miqdor platina karta uchun haftasiga 5000 BV. Va buning sababi siz ikkita tuzilmani rivojlantirayotganingizdadir.
Marketingning o'ziga xos xususiyati shundaki, u sizning kengligingizda, sizning tuzilmalaringiz sonida cheklanmaydi. 3, 4, 5, 10 ta bo'lim bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra sizning daromadingiz o'sadi. 5000 BV, 10000 BV, 15000 BV. Bu Tianxi kompaniyasi marketing ish rejasining haqiqiy imkoniyati. Bizning marketingimizning o'ziga xos xususiyati shundaki, unda umumiy ballarning yig'ilib oshib borishidadir. Sizning birinchi kunlaringizdagi barcha harakatlaringiz, barcha ob'yomlaringiz sarhisob qilinadi va B rejangizdagi mavqeingizga ta'sir qiladi. Siz martaba pog'onasida 3 yulduzdan 8 yulduzgacha bo'lgan holatlarda o'sib borasiz. 8 yulduz maqomidan keyin bronza arslon, kumush arslon, oltin arslon, yulduzli oltin arslon, PCP va ZPCP faxriy unvonlarga ham chiqib olish imkoniyatlari bor. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri ish haqqi mavjud va faxriy unvonlarga ega distribyutorlar faxriy va maxsus mukofotlarga sazovor bo'lishadi. Muayyan natijalarga erishganda kompaniya sayohat uchun mablag'ni sayohat fondidan to'laydi. Yaxshi mashina haydashni xohlaysizmi? Bizda avto bonuslar mavjud. Shuningdek, ko'chmas mulk sotib olish uchun fond mavjud. Maxsus mukofotning umumiy miqdori 195 ming pul birligi. Va agar sizda biror bir savol yoki ushbu biznesda muvaffaqiyat qozonishingiz mumkinligiga shubha tug'ilsa, unda bizning o'quv tizimimiz sizga yordam beradi. Tizim bu yetakchilar jamoasining umumlashtirilgan tajribasi. Bu tayyor qadamlar. Bunda istagi bo'lgan har kim muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Va bugun ushbu taqdimot tufayli siz ushbu jamoaga, ushbu biznesga qo'shilish imkoniyatiga egasiz. Sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bizning jamoamizga xush kelibsiz. Video rolik ma'qul bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalga obuna bo'ling. Va o'zlaringizning fikr va mulohazalaringizni video rolik ostida qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Hamza Xolov keyingi video roliklarda yana salomatlikda uchrashmoqlikni Allohdan tilab qolamiz. Salomat bo'linglar.